Hop, endi ikkinchi savolga o'tarkanmiz. 2ga o'tamiz. Testni boshlash. Yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomonga chiqish qachon taqiqlanadi degan savolga yuqoridagi barcha holatlarda degan variantni eslab qolamiz, chunki har qanday yo'lda qarama-qarshi yo'nalish tomonga chiqish taqiqlanadi deb qoidalarda aytilgan. O'shaning uchun o'shani belgilaymiz. Belgilab 2ga o'tamiz. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi degan savolga, xo'p, bunda ham hamma ko'rsatilgan holatlarda degan variantga to'g'ri keladi. Chunki ish tormozi ishlamasa ham, gidravlik tormozi ishlamasa ham, suyuqlik oqitgan bo'lsa ham mumkin bo'lmaydi harakatni davom ettirish. O'shaning uchun hamma sanab o'tilgan holatlarda degan variantga to'g'ri keladi. 3. Avtomagistrallarda taqiqlanadi. To'xtab turish joyi debdi yoki dam olish joylari debdi. Hop. Bunda ham demak yuqoridagi barcha holatlar degan variantga to'g'ri keladi. Chunki barcha sanab o'tilgan holatlardagi narsalar avtomagistrallarda taqiqlanadi. Maydonchadan tashqari to'xtash, texnologik uzuq joylarga, ya'ni chizig'i aytyapti, kirish degan narsalar hammasi mumkin emas. Dam olish joyidan tashqarida, masalan, maxsus joylardan tashqarida ham to'xtab turishlar mumkin emas avtomagistralda. O'shani hisobga olib. 4. To'g'riga o'tamiz. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega debdi. Yengil avtomobil haydovchisi degan variantda o'ziga to'g'ri keladi. Chunki tartibga soluvchining orqa tomonidan avtobusga taqiqlangan, o'ng yelkadan yuk mashinaga harakat taqiqlangan, mototsikl o'ngga buriladi. To'g'riga o'tadigan mashinamiz faqat yengil oq mashinani o'zi ekan. O'shani hisobga olib, faqat yengil avtomobilga. Demak, 5ga o'tamiz. Quyidagi belgilar harakatlanishga ruxsat beradi debdi. To'g'riga, o'ngga va qayrilishga ruxsat beradi. To'g'riga, o'ngga va qayrilishga. Chunki chapdagi ko'chaga kirish, ya'ni umuman harakatlanish taqiqlanadi deb tagida qo'shimcha strelka bilan ko'rsatib qo'yapti. 6ga o'tamiz. Mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi debdi. Ya'ni to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llanilganda haydovchini to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligini demak bildiradi. 7. Sarg'ish rangli miltillovchi chiroq yoqilgan holatda harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Yo'q, ya'ni sariq migalkalarni so'rayapti bu. Musarovoz mashinalarida, ko'cha supuruvchi, suv tashuvchi degan mashinalarda yoqiladi, evakuatorlarda, lekin bu harakatlanishda imtiyoz bermaydi. Sariq migalka. 8ga o'tamiz. Egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi quyidagi qaysi holatda ta'minlangan? Ya'ni uzatma ulangan holatda ta'minlanadi. Pastlikqa tushib ketishda uzatmaga ulab olib tushib ketiladi. G'ildiratishdan, ya'ni xolostok xoddan foydalanish mumkin emas. Qoidada o'sha bandda yozilgan. 9ga o'tamiz. Transport vositasini orqaga harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak? Xo'p, harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermaslik, harakat xavfsizligini ta'minlash zarur bo'lsa, boshqa shaxslar yordamidan foydalanish degan variantga to'g'ri keladi. 10. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Hop. Asosiy svetoforli yashilida yengil mashina turibdi. Asosiy svetoforli qizilida tramvay turibdi. Hop. Yo'l beradigan transport tramvayga to'g'ri keladi. Chunki yengil mashinamiz svetofori asosiy katta yashil ishorasida turibdi. Oldin u harakatlanadi, keyin tramvayni
yo'lida qo'shimcha tarmoq turibdi o'ngga. Yengil mashinani o'tkazib yuborgandan keyin tramvay harakatlanadi. Значит, qaysi transport vositasini haydovchisi yo'l berish kerak? Tramvay haydovchisi yo'l berishi shart deymiz, testni yakunlash qilamiz. Demak, 1 to'g'ri, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, hammasi to'g'ri.